Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 29-iyun haftaning yakshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatmoqdamiz. Ro'paradagi ko'ylaklar Singapurdan ishlangan. Nech pul? 38 ming so'm. 38 ming so'mdan pachkaga, donaga. Donaga 40 ming, pachka 38 ming. Donaga 40 ming so'm. Razmeri qanaqa bo'lardi? Razmeri standart bo'ladi. 46 dan 52 gacha tushadi. Yaxshi. Donaga, pachkaga sotilaveradi. Bu kichkinachalar nech puldan bu? 17,5 ming so'm. 17,5 ming so'mdan ekan. Mana bu kichkinachalar. Bittasini olingchi o'zi shunday uzib. Donaga nech puldan bular? Donaga 20 ming. Donaga 20 ming so'mdan, ha? Pachka 17,5 ming. Buni modeli ham bor. Bu 5 yoshdan 7 yoshgachalisi. Ko'taring sotibroqqa. Nech pul deyapsiz buni? 17,5 ming. Donagachi? Donaga 20 ming. Donaga 5 20. yoshdan 7 yoshgacha. Yaxshi. Bu tarafda ko'ylaklaringiz nech puldan? Bu tarafdagilar bu abaya fasonlarimiz bor. Abaya fasonlar bular 35 ming so'mdan. Abaya fasonlar 35 ming so'mdan ekan. Ha, buni ham bir 40 ta 50 tacha rasvetkasi bor. 50 xilcha. 50 xilcha rasvetkasi bor deyishyapti. Hop. Fasonlar, abaya fasonlar. Mana fasonlari. O'zlaringiz ishlab chiqarasizlar, ha? O'zimiz ishlab chiqarish. Telefon nomeringiz? Kimono modelimiz ham bor. Modelimiz hali kapalak, ko'shapalak fason deydi. Nech pul bu? Bu 48 mingdan. 48 ming so'mdan ekan. Ko'shapalak fason. Yaxshi. Buni ham rasvetkalari bor. Nomeringiz nechi? 91lik 91lik 097 097 55 55. 55 55 ga telefon qilaverasizlar. Mana shu ko'ylaklar kerak bo'lsa,